Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun 31-mart sanasi 2025-yil. Astana Toshkent Astana yo'nalishidagi avtobusimiz Safarjay avtovokzalidan chiqib ketmoqda. 18:00 da отправление. Прямой Safarjay avtovokzalidan Toshkent avtovokzaliga, ya'ni Sobir Rahimov avtovokzaligacha прямой boriladi. Hozir avtobusimizning ichki holatlarini bir ko'rsatib o'tamiz. Ташкент. Нет, Ташкент. Можно, брат? Все видео. Bismillah, ichki holatlarni bir ko'rsatib o'tamiz. Ispaniya avtobusimiz mana shu bittadan odam ketaveradi. Murojaat uchun ekranda nomer qoldiramiz. Bemalol joy bron qilishingiz mumkin.